2026 yilning eng muhim musobaqasi bu shubhasiz Yaponiya mezbonligida o'tadigan Osiyo o'yinlaridir. Ayni kunlarda ushbu nufuzli kompleks musobaqa dasturidan o'rin olgan barcha sport turlari bo'yicha terma jamoalar mashg'ulotlarga jiddiy kirishgan. Navbatdagi lavhamizda batutda sakrash ustalarining tayyorgarligi haqida so'z boradi. Trampolin bo'yicha terma jamoamiz a'zolari yangi mavsum musobaqalariga tayyorgarlikni boshlashdi. Poytaxtimizdagi gimnastika markazida batutdan sakrash ustalari 10-14 mart kunlari Niderlandiyada bo'lib o'tadigan Jahon kubogiga hozirlik ko'rishyapti. Terma jamoaning asosiy tarkibi va poytaxt jamoasi bilan birga sport majmuada Namangan va Nukusdan ham 40 ga yaqin sportchilar mazkur mashg'ulotlarda ishtirok etmoqda. Komanda начала работать потихоньку. Jamoamiz yangi mavsum musobaqalariga tayyorgarlikni boshladi. Eng yirik birinchi start bu Jahon kubogi bo'ladi. So'ng navbatdagi nufuzli musobaqa Osiyo o'yinlari. Hozirga qadar jamoamiz bu kabi muhim o'yinlarda ko'p bora qatnashib, g'olib va sovrindorlar safidan joy olgan. Joriy yilgi musobaqalarda ham shohsupadan joy olish maqsadimiz bor. Buning uchun sportchilar ayni kunlarda jiddiy shug'ullanishmoqda. Mashg'ulotlarda barcha sportchilar mahorat va tajribalarini oshirish ustida jiddiy ish olib borishyapti. Dasturlar takomillashtirilib, maromiga yetkazilyapti. Chunki Olimpiada oldi reyting turnirlari ham boshlanish arafasida. Ularda muntazam ochkolar yig'ib borish kerak bo'ladi. Jahon kubogiga 2 nafar sportchining borishi rejalashtirilgan. Bobur Ahmadaliyev va Anna Savkina boshchiligida hozirda Mirshohid Hasanboyev, Muhammad Rasul Rahmonberdiyev, Ahror Abdullayev, Ahror Yusupov, Muhammadiyor Yo'ldoshev tayyorgarlik olib borishmoqda. Yakuniy tarkib 14 fevralda boshlanadigan o'quv mashg'ulot yig'inidan so'ng e'lon qilinadi. Jizzax viloyatidagi Do'stlik tuman sport maktabi